Bo'lmasam biza haqiqiy oltinga teng ehtiyojlarni aniqlash darsiga ham keldik. Xush kelibsizlar va bugundan boshlab biza haqiqiy ehtiyojlarni o'rganish va sotuvni mukammal qilishni o'rganamiz. Bo'lmasam bugun sizlarga ehtiyoj aniqlash uchun asosiy ehtiyoj aniqlashda biz 3 ta metodikani o'rganamiz. Bu spin, soprano va audit metodi. Mana shu 3 ta metodda men sizlarga o'rgataman. Xohlaganini tanlab ishlatishni boshlaysizlar. Birinchi navbatda hammasini ishlatib ko'rasiz va undan keyin bo'lsa bittani o'ziga eng yoqqan ishlagan tanlab olib o'shani ishlatishni boshlashingiz kerak. Bugun bo'lsa biz sizlarga soprano texnikasini o'rgataman. Keling bo'lmasam statistikadan boshlaymiz har doimgidek. Tadqiqotlar, ya'ni Salesforce State 2022-yildagi tadqiqoti mijoz ehtiyoj aniqlagan va ularga mos taklif bergan 74% sotuvchilar bitimni muvaffaqiyatli yopadi. Ya'ni mijozi ehtiyojini aniqlagan va ularga mos taklif bergan sotuvchilarning 74% bitimlarni oson yopishadi. Bu shuni anglatadiki, faqat mahsulotni gapirish emas, balki mijozingizni yaxshilab eshitishingiz va uni ehtiyojini aniqlashingiz zarur. Yana bitta qiziq statistika. Gartner B2B Sales Research tadqiqotlariga ko'ra 70% mijozlar his qilmagan ehtiyoji asosida xarid qilar ekan. Tushunarli? Ya'ni buni oldin o'zi his ko'rmagan bu ehtiyojni, buni sotuvchilar ehtiyojini aniqlagandan keyin paydo bo'lar ekan. Shuning uchun, ya'ni ular hozir menga kerak emas deb o'ylashadi, lekin to'g'ri savollar orqali siz unga hozir kerakligini anglata olasiz va sota olasiz. Biz sizga Kasdev paytida pain point, ya'ni og'riqli nuqtalarni aniqlashni o'rganganmiz. Kasdev payti sizda bo'lsa va bu narsani ehtiyojini qo'ygan paytda ham ishlatishingiz bo'ladi. Ya'ni bu narsa sizga kasdev uchun ham ishlashi mumkin. Zo'r bo'lmasam biza o'rgangan texnikalar aytib o'tdim sizga. Bu soprano, spin va audit metodi. Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi bugungi hozirgi darsimizning asosiy mavzusi bu soprano texnikasi. Soprano bu 7 ta so'zni bosh harflardan tashkil etgan bu ruscha so'zlardan. Birinchisi o situatsiya, ya'ni vaziyat haqida. Об опыте, tajriba haqida. O проблемах, muammolar haqida. O принять решение, qaror qabul qiluvchi inson haqida. Об аналогах, ya'ni tanlovlar haqida. O nüansах, noyob farqlar haqida va albatta eng oxiri ограничение времени, ya'ni qancha vaqt borligi haqida. Ya'ni mana shu 7 ta etapni bosib o'tishimiz kerak mijoziy ehtiyojini 100% bilish uchun. Birinchisi o situatsiya, ya'ni vaziyatga doir savollar. Masalan, sizga nima kerak, qachon kerak, qancha kerak, hozir sizga qanaqa vazifalar bor, qanaqa budjetdasiz, moliyaviy cheklovlar bormi, yo'qmi? Ya'ni siz doimiy tarzda berilgan savollar bu ko'proq situatsionni vопросы, ya'ni vaziyatga doir savollar, ya'ni mijozni nuqtasini aniqlab olishingiz uchun. Menga nima kerak? Masalan, kimdir ishlayotgan bo'lsangiz, oyog'ingiz razmeri necha? Klassikdagi olmoqchimisiz yoki sportgan? Ya'ni savollar berasiz, vaziyatga doir, ya'ni mijozga nima kerakligini bilish uchun. Mijozga nima kerakligini bilish uchun berilgan savollar bu vaziyatni aniqlovchi savollar bo'ladi. Tushunarli? Masalan, agar o'quv markazida ishlasangiz, o'quv markazida siz qaysi tilni o'rganmoqchisiz? Ingliz tili, qaysi level sizga kerak, qaysi kunda kerak sizga, soat nechida bo'lish kerak? Tushunarli? Mana shu hammasi, ya'ni mahsulotni aniqlashga yordam beradigan savollar bu vaziyatda o'rganish savoli. Bu savol qiyin emas. Bu savolni doim berasiz. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Об опыте, ya'ni tajribaga doir. Siz hozirgacha boshqa variantlarni ko'rdingizmi? Bundan oldin o'quv markazida o'qiganmisiz? Bundan oldin qanaqa oyoq kiyimni olardingiz? Bundan oldin qanaqa marketing agentligida ishlagansiz? Bundan oldin qanaqa kostyumni kiygansiz? Ya'ni tajribasi haqida. Ya'ni oldin sinab ko'rganmisiz? Ya'ni bu narsani beradi sizga mijoz tajribasi bormi, yo'qmi? Agar mijoz tajribasi bo'lsa, uni so'raysiz. Ya'ni bundan oldin olganda nimasi yoqqan, nimasi yoqmagan. Bundan oldingi mashinangiz nima edi deydi-yu. Mana shu paytda mashinangiz nimasi yoqardi sizga, nimasi yoqmasdi. Bu narsa sizga tajribasi bor odamni sotish osonroq, chunki u saralashni biladi. Tajribasi yo'q odam sotish qiyinroq, chunki u hamma narsaga shubha bilan qarayveradi. Tushunarli? Shuning uchun tajribasi bor odam shubha bilan qarashi mumkin, lekin unga aniq raqamni isbotlay olasiz. Tajribasi yo'q odamga raqamni ko'rsatib ham ishonmasligi mumkin. Tushunarli? Shuning uchun tajribasi bor mijoz bilan ishlash ancha oson ko'rinadi, chunki savollar aniq bo'ladi. Tajribasi yo'qda savol aniq bo'lmaydi, ular faqat motivatsiya, intuitsiyaga qarab sotib olishligi mumkin. Tushunarli? Ya'ni tajribaga asoslangan savol. Keyingisi o problema. Ana endi muammoni aniqlovchi savollar. Hozir qanaqa qiyinchiliklar bor? Nima sizni qiynayapti? Nimaga sotmoqchisiz tuflini? Nimaga ingliz tilini o'rganmoqchisiz? Nimaga marketing qilmoqchisiz? Nima sizni qiynayapti? Marketingda qanaqa muammolar bor sizda? Sotuvda qanaqa muammolaringiz bor hozir sizda? Ya'ni aynan nima uni qiynayotgani bo'yicha savollar berasiz. Bir dona savol berish mumkin. Qanaqa bosh og'riqlar bor sizda hozir? Hozir nima sizni qiynayapti? Tushunarli? Bu savol sizga mijozni muammosini ochishga yordam beradi va bu aynan shu muammoga yechim qilib berishingiz kerak siz taqdimot paytingizda. Keyingisi o принять решение, ya'ni qaror qabul qiluvchi inson haqida. Ko'pincha
sotuv paytida biz so'ramaymiz. Siz mahsulot xarid qilayotgan paytingizda odatda kim bilan maslahatlashasiz? Kimdan so'rab ko'rasiz? Kabi savolni bersangiz, sizning mijozingiz oldindan turib kim bilan maslahatlashishni bilib olasiz. Ko'pincha oxirida o'ylashib ko'ramiz, maslahatlashib ko'ramiz deb aytadi-da, siz kim bilan maslahatlashasiz deb keyin so'raysiz. Shuning uchun o'zi so'rash noto'g'ri ekan, oxirida boshida so'rab oling. Shunda siz bilasiz, qaror qabul qiluvchi inson o'zimi yo boshqa odammi. Agar men o'zim qaror qabul qiluvchiman desa, oxirida shu bahona qila olmaydi. Ya'ni men maslahatlashib ko'ray deya olmaydi. O'zim qaror qabul qilaman desa. Tushunarli? Agar qaror qabul qiluvchi inson boshqa odam bo'lsa-chi, unda siz narxni bu taqdimotda aytmaysiz. Protektorni nimaga aytsangiz, keyingi taqdimotda, ya'ni ikkinchi odamni olib kelsangiz, qaror qabul qiluvchi insonni olib kelsangiz, men keling narx bilan tushuntirib beraman deyingiz mumkin. Bu B2B prodajalarda. B2C da bo'lsa, masalan, telefon raqamingizni bering deysiz. O'quv markazida masalan, o'quv markazida ishlaganman deb, bola keladi, masalan, tushuntiramiz narxlarni. Bo'lsam, kim qaror qabul qiladi desa, adam deydi. Telefon raqamini ber, adangni deymiz, telefon raqamini olib, keyin adasiga ham qo'ng'iroq qilib, o'zimiz ham sotib qo'yamiz, ya'ni produktimizni. Ya'ni bu narsani beradi desiz, ertaga bola boradi-ku otasini oldiga. Pul bering deydi. Nimaga aytsa, aytib o'rganmoqchi. Narxi ish bo'lsa 1 million 250 ming. Qimmat ekan deydi. Bu narsani qiymatini bilmaydi. Shuning uchun biz telefon qilib, shu qiymatni ochib berishimiz kerak qaror qabul qiluvchi insonga. Agar bu savol bermasangiz, oxirida maslahatlashib ko'raman degan e'tirozni qabul qilasiz. Zo'r. Keyingisi op analogih. Bu nima degani? Tanlovlar haqida. Ya'ni siz o'zingizda foydaliroq boshqa hamkorlardan ko'rib chiqyapsizmi? Yokida aytaylik, hozir kimdan ko'ryapsiz bizdan boshqa? Ya'ni o'quv markazlarini yokida qaysidir ro'yxatga kirib ko'rdingiz kabi savolni berib, siz mijoz hozirgi paytda nimani tanlayotganini bilib olishingiz mumkin. Masalan, men ko'pincha so'rayman, hozir boshqa konsaltingni yapashyapsizmi deyman. Ko'pincha aldashmaydi. Ha, ko'rib chiqamiz, shu odamni taklif oldi deydi. Eng qizig'i bizlar raqobatchi analizini esingizda bo'lsa o'tgan deydi, to'g'rimi? Bizlar raqobatchilarimizdan taklifini bilamiz va undan yaxshiroq taklif berishimiz mumkin. Xuddi shu savolni siz raqobatchingizdan ko'ra yaxshiroq taklif berishingiz uchun ishlatasiz. Shu savol. Tushunarli? Va keyingisi o nyuans, ya'ni noyob farqlar haqida. Siz bilan ishlashimiz uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Siz qanaqa korxonada ishlagan bo'lardingiz? Qanaqa tuflini sotib olgan bo'lardingiz? Qanaqa o'quv markazi bilan ishlagan bo'lardingiz? Qanaqa o'quv markaziga farzandingizni bergan bo'lardingiz? Yoki teskarisi, qanaqa o'quv markaziga siz hech qachon farzandingizni bermagan bo'lardingiz? Kabi savolni bersangiz, nima qilganda bu sotuv ssenariy paytida men nimani ishlatayku, nimani ishlatmay. Ya'ni qaysi gaplarni aytaysiz, qaysi gaplarni aytmay. Ya'ni taklif berayotgan paytda nimani qo'shib aytayku, ya'ni qo'shib degani qanaqa taklif berayki sizga, qanaqa taklif umuman ko'rib chiqmaysiz. Kabi savol javob olasiz. Va oxirgisi keldik. Bu ограничение времени, ya'ni cheklovlar, ya'ni vaqt cheklovi. Masalan, kelishuv qilishimiz uchun sizda qancha vaqt bor? Kelishuv qilishimiz uchun bizda qancha vaqt bor? Qaror qabul qilishingizga qancha vaqt kerak bo'ladi? Yokida qachondan sizning farzandingiz yoki qachon sizning farzandingiz IELTS olgan bo'lishi kerak? Qachon sizning farzandingiz prava olgan bo'lishi kerak? Qachon siz qachonga kerak sizga tufli? Qachon siz sotuv bo'limiz soatda ishlayotgan bo'lishi kerak? Mana shu savol berganingizda qaror qabul qilishga qancha vaqt borligini bilib olasiz. Agar menga zaril shu bir hafta ichida yo 10 kundan keyin yo shu 2 oy ichida degan bo'lsa, demak sizda juda osonroq sotuv bo'ladi. Yo 1 yildan keyingi degan bo'lsa, unda mijoz katta ehtimol bilan keyinroq cho'zishi mumkin. Shu savoldan berib oling, taqdimot qilayotgan paytingizda bu ham sizga kerak bo'ladi. Tushunarli? Bo'lsa bitta takrorlab olamiz. Soprano bu 7 qadamli mijozni ehtiyojini aniqlovchi metodologiya. Ya'ni situatsion вопрос, ya'ni vaziyatga doir savollar, mijozni hozirgi paytda qanaqa vaziyatda va unga qanaqa produkt kerakligini aniqlovchi savollar berasiz. Keyingisi tajribasi haqida, ya'ni mijozda qanaqa tajribalar bor, oldin ishlatib ko'rganmi, bo'lganmi tajriba yoki bo'lmaganmi. Keyingisi muammolar, hozir mijozda qanaqa muammolari bor. Keyingisi qaror qabul qiluvchi inson kim? Undan keyingisi unda qanaqa variantlar bor, ya'ni qanaqa analog variantlar bor, buni ham bilib olish uchun. Bundan keyingisi nyuanslar, ya'ni kim bilan ishlagan bo'lardi, kim bilan ishlamagan bo'lardi. Va oxirida mijozga ushbu xizmat yoki produkt qachonga kerak aniq bilib olishingiz kerak. Bu narsa sizga to'liq mijozni ehtiyojini aniqlashga yordam beradi va albatta taqdimotingiz uchun zo'r tez bo'ladi. Uyga vazifa qanaqa sizga? Uyga vazifa aynan o'sha soprano texnikasini qo'llagan holda savollarni tuzib chiqasiz, ya'ni mijozga qanaqa savollar berishingizni tuzib chiqasiz va buni adminlarga yuborasiz va ular tekshirib berishadi. Bo'lmasam keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling. Keyingi darsda biz spin paralash o'rganamiz.